الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 131-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo oila masalalari haqida so'zlab, ayollardan masala chiqsa, erlarning qanday qilishi haqidagi mazmunlarga o'xshash, xuddi erning ustiga shunday bir mas'uliyat tushganga o'xshash, ayollardan, ya'ni erlardan masala chiqqan vaqtda ayollar qanday qilish kerak degan masala haqida so'zlab o'tgandik. Undan keyin oxirisida keyingi oyatda ayol bir uyda normal turmushni davom qilolmaydigan bir holat shakllangan vaqtida, masala ko'rilgan vaqtida, o vaqtda ikkisini zo'rlab mutlaqo mushu oilani davomlashtirsa degan shaklda majburlab turg'izishninki to'g'ri bo'lmaydiganligi, balki ermo tavakkul qilgan shaklda Allohning rahmetidan, fazli marhamatidan umid uzmagan shaklda ayol shunday shaklda o'zlarining turmushlarini boshqadan, yangidan boshqalar bilan boshlasa, bu eng to'g'riligini so'zlab darsimizni oxirlashtirgandik. Alloh subhanahu va taolo shu oyatdan keyin bizga mana shaklda bir xotirjamlik uchurini bir vaqtda davatuda astag'iz billah lillahi ma fis samawati va ma fil ard va laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqullah va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ard va kana Allohu g'aniyan hamida. Oyat xotirjamlik ushrudan boshqa bizga nisbatan bu belgilangan belgilamalar, bu tavsiyalar, bu buyruqlarninki Alloh tarafidan berilganligi, Allohning bizni va atrofimizdagi barcha shaylarni yaratganligi va uningga ko'ra belgilamalarni belgilaganligi haqida, ya'ni ogohlantirish uchurimi hisoblanadi. Bu davatuda avval bir tarjima qilib o'taylik. Osmon zimindagi barcha shaylar Alloh uchundir. Biz sizlardan ilgirki kitob berilganlarga va sizlarga topildik, vasiyat qildik, tavsiya qildik nimda Allohdan qo'rqinglar. Agar sizlar inkor qilsanglar, yo'ldan chiqsanglar, boshqa yo'l tanlasanglar, Alloh osmon zimindagi barcha narsalar Alloh uchun. Alloh g'anidir, ya'ni behojatdir ve medhiye hamdu sanaga layıqdır. Allah ulug' ki, Allah pak ki, eğer özünün ayolidan ayrılsa, Allah erini razı olacak bir turmuşga ega qiladi. Eğer ayol eridan ayrılsa, Allah uningga mu o'zi razı olacak münasib bir turmushni ata qiladi. Bu osmon zaminni ve osmon zaminning ichida yaratgan, osmon zaminning ichidagi maxluqlarni yaratgan Allah meyli erning talebi yoki ayolning talabini hargiz qistab qo'ymaydi, arilib bo'lgandan keyin. Bu yerda bizning ta'kidlayotgan bir masalamiz bor qarindoshlar. İslam oilani o qadar qo'g'dashni tashabbus qiladi. Buning uchun nurg'un belgilamalarni eng inchkin nuqtagacha belgilagan. Endi mushu belgilamalarga amal qilib şu güzel bir aile muhiti şekillense tabii hava ni'mat. Favqul adda mesele o'ylagandek chiqmay. Ayol erlar bilan kelishmaydigan bir muhit shakllangan vaqtida. Ya'ni bu ikkisini bir oila tutish mumkin bo'lmaydigan vaqtki Allohning belgilamasini nima ayrilish. Qanaqdir biz ilgirki darsimizda o'tgandek bir qism din, bir qism davlatlardagi qonunlarga o'xshash
ayrılmaysa, ailege tüzüm tüzmeydi o. Belgilemeydi o. İnçki noktalağıca hak hukuk ayrılmaydı o. Anne ötkerse toy kıldın mı ayrılmaysa. Dese bu nurgun selbi neticelerini ve yaman akıbetlerini keltirip çıkışı turğallanıyor. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki bu haktaki körsetmelerine ait inik ailenin inçki hak hukukları belgilengen ve bulanmağa vakitte nemiş kılış kerekliliği mi hem belgilengen. Bir de korkuşunun hiç haşiti yok. Nemişka? Çünkü bütün asman zimindeki barca şeyler Allah'ın ilkide. Allah ma erge burun kadın yaxşırak ayaldan birini rizq berişke hem qadir ve bu ayalga burun erden yaxşırak bir erini berişke hem nimo qadir. Hiç şey Allah'ın mülküdün, Allah'ın iradesinden çıkıp ketken bir narsa yok. Mesela cemiyetimizde bundak bir ahvallarını şurtumuz qarindoshlar. Ayal yıllarca tirişidi, toğmaydı. Doktorxonaga bardı, özüne teşhirtidi mesela. Deyildi ki toğmazken. Ya ayal toğmaz, ya er toğmaz. Bop çıkıdı netice. Ama bir sebeplerle ajrışıp, o ermi başka ayallar bilen toy kılıdı, o ayal başka erler bilen toy kılıdı. Ermi balalı kılıdı, ayal mı başka erle toy kılgandan keyin toğudu. Yani bu yerdeki bir mesele Allah'ın bir iradesi meselesi, Allah'ın kamaliyat meselesi, Allah'ın murat meselesi. Allah dünyada bir kanuniyet ornatkan bulup, sebep kanuniyet, sebep netice kanuniyeti de yaşavatımız. Ama bizge şunu eskertidi pat bazı işler bilen. Muşu sebep kanuniyetinin üstüde, muş sebep kanuniyet, sebep neticenin üstüde, sebep netice kanuniyetini bekitken Allah'ın bağlılığını her daim Allah bizge esıltıp durdu. Kur'an'da hatta bunu tılgaladı. Davatıdı ki Lillahi mulk semavati vel ard yahluqu ma yasha. Asman ziminin bütün mülkü Allah'ın ilkide. Halıqını yaratıdı. Halıqan adamga qizvala farzand berdi, halıqan adamga er farzand berdi. Yoki o'g'il qiz jo'plab berdi. 4-chi bosqichda qaranglar, halıqan adamga qiz berdi. İnsan bunu umuqshal bo'ladi. O'g'ilni bo'lishni umid qiladi Alloh va halıqan adamlarga o'g'il berdi. İnsan bunundan xursand bo'ladi va qizi bo'lishni orzu qiladi birashtal o'zimi. Va xalq Allohga o'g'il qizni tanishib berdi. Bu g'oyat xursandlik bandiningki eng saodatning yuqori pallasi. Va 4-chi shakli xalq Allohni qana qiladi? To'g'mas qiladi. Allah subhanahu va taolo hammani bilguchi, hammaga nima qodir. Ya'ni mening demoqchi o'g'lim shu qarindoshlar. Allah bizni belgilemelerni hayatımızda tatbiklaş, agahlandırışı bir işlem birge hatırlayacağım kıvatıdı. Yani bazı işlerine hasret çıkışının haceti yok. Endişe kılışının haceti yok. Her iş Allah'ın belgeleme dairesinde buludu. Oğlun olsun, kızın olsun, oğul kız arlaş, perzendlik bol. Yoki tug'mas ol. Hammasi Allohning belgilimi doirasida bo'ladi. Ansirashning hech hojati yo'q. Va buningga hasrat chekishning hech hojati yo'q. Masalan, nereden chiqdi bu so'z desa, kishi normalda o'zi yaxshi ko'rgan bir ayol bilan uylanib, go'zal turmushining bo'lishini va davom qilishini umid qiladi. Ayolmi shu? Ve bunun inçki kanuniyet tertib belgileme prensipleri var. Bunu belgilep verdi. Hem de fevkul adde mesele bir öyünü tutanmaydıgan yerge birip kalsa endiş kılıp acırsam kanda ola. Ayol endiş kılıp acırsam beni kim ala mesela. Ya bu öyünü turuşu taktım kalmasa hatta bazı muşun amıllarının tüpkisi de yaman akıbetle. Kanda yaman akıbetle Allah hemiylerini saklasın. Erle çıdımasın ayalını öldürütüdüğün, ayallar çıdımasın ereke kaskıp koyuduğun ahvallar kıvatıdı. Allah bu noktadan bizni qana kıvatıdı, hadircan kıvatıdı ve mişekege vaktını özünün ehkamlarının uygulanışı, tedbiklanışıga bizni Allah'ı da esker kıvatıdı. Bayatın misal aldık muşunun kaidesini.
Muşu qoidaga. Masalan, farzandlik bo'lish jihatda Allohning bir irodasi bor, bir belgilimasi bor. Xalq Allohga o'g'il beradi. Bu Allohning taqdiridagi va ato qilish belgilimasi. Xalq Alloh qiz beradi, xalq Allohga o'g'il qiz aralash beradi, xalq Allohni tug'mas qiladi. Endi kasallik boshqa masala. Masalan, tug'midi, motor to'qranga davolandi, andan keyin tug'di boshqa masala. Ammo uni kar qilmaydigan eng oxirgi hisobda tug'mas degan natijadan so'nishiladigan bir odamlar bor. Bular kelgan vaqtda bularning muhayyatda hasrat chekib, Alloh tavba qilib, o'zining insonligidan gumon qilishning hech hojati yo'q. Va shunda tunishi kerakki bu masalani. Shunda bir pozitsiya bilan pozitsiya bo'lish kerakki, Alloh mushuni xohlabdi mana. Oyatda qaranglar, oyatninki oyatning keyin o'qigan sura Shurodagi, sura Shuroning 50-oyatidagi va yaj'alu may yasha'u aqima. Alloh xohlagan odamni tug'mas qiladi. Xohlagan ifodasi. Alloh shu bandaga shuni xohlabdi. Agar inson shunga rozi bo'lganida mana bir natijaga erishishi mumkin. Masalan, bola so'mmidi, qancha qilib vaqtda tug'midi ayoli yoki ayol kishi o'zi tug'midi. Ayol kishiga nisbatan, er kishiga nisbatan ayollar tug'midi. Hasadlanib, Alloh tavba qilib, xuddi o'zini bu dunyoda bir normal inson emasdek his qilib, yoki men bir baxtsiz inson ekanman deydigan bir xil salbiy pozitsiyasida bo'lishning o'rniga Allohning bir taqdiri, Allohning xolishi, men Allohning xolishiga hurmat qilaman. Allah mutlaqo menga mushuni xoladi, mening hayotimga mushumas deydigan bir tuyg'uga kelgan vaqtda balkim Alloh subhanahu va taolo bu er ayolga o'zi tug'musimi, o'zi tuqqan boladan bakroq xizmat qiladigan birlarini ato qilishi mumkin. Nurg'un ota-Allah va ya jafo tortib tug'di, boqdi, tarbiyalaydi, oxirisida bolalar ularga oqiylik qiladi. Bu bola emas, bala bo'ladigan ota-Allah va bolalarininki yuzidan ko'migan xafalık qolmaydigan ota-Allah va endi inson shu Allohga nisbatan Allohning o'rinlashtirishiga rozi bo'lgan vaqtda birisi qalbi farahlaydi. Xotirjam yashaydi. Mayli, go'zal bir xil qanday bo'ladi? Rozi bo'ladi ya'ni. Alloh uning o'rniga uning hayotini go'zallikka aylantiradigan birlarini qana qilishi mumkin, uningga ato qilishi mumkin. Hadis qudsiyda Allah subhanahu va taolo nim deydi, bandam menga nisbatan qanday o'yda bo'lsa men shunday deydi. Buna deganlik, nim deganlik bilamizlar qadamdoshlar. Mening balam bo'lmadi, farzandim bo'lmadi, ya'ni. Men o kadar güzel bir tuyg'u, güzel bir hissiyatga keldimki, Alloh mush balasi bo'lmaslikni menga to'g'ri qilibdi. Mening hayotimga balam bo'lib qolsa, balkim baxtsiz qilishim mumkin. Hayotim jahannamga o'zgar chevrilishi mumkin. Mana mush balasi olmaslik eng güzel hayot bo'lishi mumkin. Allohning xolishi mush ekan. Ey Alloh, men sening xolimni, sening xoliqalarga 100% rozi. Sizlar nimani xolislar? Hikmet bilan qanaqilla xalayla degan tuyg'uga kelsa, balkim bayatın deganimizdek, shu kelgusida sana balay afat olib qilish ehtimoli bo'lgan balaning o'rniga sen tug'masangmi, sen tarbiyalasangmi, balalaringdan bakroq xushallik ato qila oladigan, baxt saodatingga sabab bo'ladigan birlari sana nisb bo'lishi mumkin hayotingda. Nima? Demakchi o'g'limiz shu. Oyatda Alloh osmon zimindagi barcha narsalar Alloh uchun degan ifodasi nima desa, sen bir ayoling bilan kelishamaydigan yerga yetding. Shunda bir ansirmiki, zo'lab hamdi. Allohning had hududlarini, oila belgilamalarini ijro qilolmaydigan darajaga borsangmi, men ajib kesam qanday bo'lar? Bu o'yni chuvalsam qanday bo'lar deb qo'rqishning hojati yo'q. Yoki ayol uning zulm qilib, uni bir normal oila baxtidan uni bahramand qilmagan holatdami? O bir zulmga rozi bo'lib shu o'yda o'tirishning hech hojati yo'qki, maslashmadimi? Alloh qo'ygan ishonch bilan mening hayotimni Alloh mashta belgilabdi. Ajrashish mening taqdirim o'xshaydi deb ansirmay qana qilsa bo'ladi. O'zi normal bir odam gibi yashay oladigan bir turmushga qana qilsa bo'ladi qadam. Ya'ni bu yerda demoqchi o'g'limiz shu, Alloh insonga
erkinlik bir vatıdı yani. Senin hiç kimge kullanışının haceti yok. Hiç kimge bağlanıp kalışının haceti yok. İşkeden bir öyle yaşadı mı? Çokum belgilengen birisinden hak hukuklarına layık yaşayacak gerek. Layık kılanmadı mı? Bir öyle turamaydıgan halet geldi mi? Özlerinin yoluğa kandak kılış gerek. Men işe gerek. Yani bir öyle yaşagan halatında mı? Allah'ın belgilegen belimiz boyunca kuruluş gerek bu aile. Eğer Allah'ın belgilemesini icra kılamaydıgan halat olsa mı? Yani Allah'ın belgilemesi şu ki belgilemesini icra kılamaydıgan bir başka ailege kadem elişi gerek. Digen noktana kandak kılış gerek. İnsan esliş gerek. Ameliyatda insan bazı ziyan dep qilgan narsaning hammasi ziyan bo'lmaydi. Ba'zi ziyondek, baxtsizlikdek tuyulgan narsa insonning hayotida baxt bo'lishi mumkin. İnsan onda aqlli bo'lib ketsa bo'lmaydi. Ya'ni hamma narsani o'zi belgilaydigan va egisi bor insonningki. Insonning ma dunyodagi hayotini belgilagan bir zot bor. Ma dunyodagi hayotining baxt-saodatlik bo'lishi uchun insonga barcha narsalarni xizmat qildirgan bir zot bor. Atrofiga qaylab boqsin ya. Etraftaki hiç nerse insanın kudreti de emez, insanın imkaniyeti de emez. Kuyaş'a qarab baksın. Acaba kuyaşın o insana bergen enerjisini insan özü kuyaştan zorlap elevatamdı. Mesela suğa qarab baksın, sunun insan kıvatkan hizmetini insan zorlap kıldırıvatamdı. Havaga qarab baksın başka bütün taraflarga. Mesela bizden bütün yemek içmeklerimiz çıkıvatkan zemin. Yani biz çıkırıvatamdık. Şamalını biz için hareketlendirip mesela ve ondan başka bütün etraftaki biz için hizmet kılayotgan barliq kainattaki mevcutlarni insan yani biz özümüzge hizmet kıldırıp yoki shularni bizga hizmet kıldırıotgan bir zot varmı? Tabii ki mutlak cevap bizga hizmet kıldırıotgan bir zot var. Hemmesi insanın menfaati için bir yo'nalishga qarab, bir iqin qarab ketyapti. Allah'ın insanga qo'ygan ta'limotları, belgilemeleri, aile tüzümleri, meyli bulaş, meyli ajrashish noktasındaki aile tüzümleri, şu ziminin normal insan için hizmet kılış, iqimiga moslashishdan ibarat xalas. İnsan zimin mahlukatlarının için bir erkinlik var. Özünün qilishini o'zi tanlayalaydigan bir maxluqotlik qo'yish uchun ba'zida iqimga qarshi mengib qoladi, zararga uchraydi. Allah aile kursan manda tüzüm var, manda mesuliyetin var, manda mecburiyetin var. Eğer ma noktaga kelib qolsang ajrashib ket degandek ta'lim olib berish orqali mushu iqimga insonni qana qilsin deydi, moslashtirsin deydi. Oyatdiki "Valillahi ma fis samawati va ma fil ard" degani insonga mush nuqtani qana qilish askardish ki hamma narsa Allohning ilkida, hamma narsa Allohning buyrug'i bo'yicha xizmat qilyotdi. Endi sen mi bir erkinlik verilgen mahluk buluşun süpütün olan Allah'ın körsetken yolu boyunca bu hayatta yaşamsa ya ki karşı iqinga qarab mağansa degan bir noktani Allah bizga eskartadi. Surah Rahmanda mı bu noktalar belgilanib "Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan" Asmanni ko'tardi va o'lchamni bekitdi bu zaminga. "Alla tatghaw fil mizan" Sizlar ma o'lchamda haddan oshirib o'tmanglar. Mayli bu o'lcham oyatlarning izohatidagi jang tarozi o'lchamlar olsun yoki zaminning qonuniyat o'lchamlari olsun. Ya'ni sizlarga ixtiyorlik berildi inson demoqchi Allah. Ammo ixtiyorlik berilgan mushu ish qanaqdir xalqan ish qilsin deganlik emas. O'zing tanlab shu iqimga kir degan gap. Chunki butun hayotning iqimi bir yo'nalishga qarab mengayotdi. Sen shu iqimga qarab, ya'ni moslashib mengish orqali ya baxt saodatini topsa yoki qarshi mengish orqali o'zingning nimasini topsa, shaqovatingni topsa deydi qarindoshlar. Endi oyatning oxiridagi وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ degan ayet. Biz sizden ilgirki kitap birilgenlerge ve sizlerge Allah'tan korkunlar deb tapılıdık. Yani yukarıki ben sözler düşündürgen ceryan, hayat iqimiga moslashish, hayatning prinsipiga uyg'unlashishdan iborat masalalarda Allohdan qo'rqishga bizni tavsiya qilyapti. Bu oyatdagi, bu mazmundagi bizning diqqatimizni tortgan bir nuqta bor. Oyatda Allah farz qildik, buyurdik, shariat qilib berdik degan ibora ishlatmay, vasiyat qildik, vasqayna, topildik ifodasini qo'llandi. Bilasizlar, vasiyat bir ishni topilish
Kishi, masalan, bizning normal til ifodalarimizda yaxshi ko'rgan kishisiga bo'ladi. Yaxshi ko'rgan kishisiga vasiyat qiladi, topilaydi. Ya'ni bu yerdan bir narsa chiqadiki, mush ishlarning hammasini Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rganligi uchun qilyapti. Men bayat nazroq tushuntirib o'tdim. Shuni qaytadan bir takrorlab eslatib o'tay bu yerda. Butun hayotning iqini bizning manfaatimiz uchun ketyapti. Endi biz shu atrofdagi butun mavjudotlarning ichida bir erkinlik berilgan birdan-bir maxluq. Mağalayımız, onğa mansaqmı, solğa mansaqmı, yoki shu iqimga moslashib, prinsipga moslashib mansaqmı, yoki ta'tir mansaqmı. Allah bizning baxtsiz bo'lib qolmaslik uchun sen iqimga moslashib mang. Yo'l bu, oila qursang, buning tuzumi bu, qonuniyati bu, yo'li bu. Ajrashib ketishda o'qib qolsimi, buning yo'li bu, qonuniyati bu, prinsipi bu. Ma shaklda mang deganlarni bizni yaxshi ko'rib turib, bizning manfaatimiz uchun qana qilyapti, buyurganligini bizga ishorat qilyapti. Şuna buyurduq, farz qildik, qonun qilib bekitdik degan iborat ishlatmay, topildik, vasiyat qildik ifodasi Allohning bizni, ya'ni bizning manfaatimizni ko'zlaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Lekin oyatning oxirisida qarindoshlar, "Va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ard va kana Allohu ganiyan hamida." Ya'ni agar sizlar Allohning ta'limotiga uyg'unlashib, degan bo'yicha menga ko'rsatma bo'yicha ish tutib qilsanglar, yuqoridagidek bo'ladi. Aksicha yo'l tutsanglar, ya'ni o'zing chaqlab yo'l tutsanglar, Alloh belgilagan prinsiplardan chetnab chiqsanglar, qarshi yo'l tutsanglar, bilinglarki, osmon zimindagi narsaning hammasi Alloh uchun va Alloh behojatdir, madhiyaga loyiq zotdir. Hargiz o'ylab qolmanglarki, ey bandalar, degandek bir mesaj bu. Allah sizni bir ishni qilinglar deganida, bir ishga buyrug'inida, bir ta'limotni berganida, mushni qilish orqali Allohga azroq bir manfaat yetib qolarmikin degan xiyol aslo kelib qolmas. Bu yerdagi faqat birlan masala sizningki sog'lom, xushal, xuram bir jamiyat yashasinglar. Sizning shaxs xarakterlik, oila xarakterlik, bir jamiyat, bir davlat xarakterlik, baxt, saodatlik bo'lishinglarni ko'zlagandan boshqa maqsadi yo'q. Ya'ni hammasi maqsadi biz. Qanaqdir Allohning bundan oladigan birmi foydasi yo'q. Chunki Allah biz bu dunyoda qanchalik ish qilib ketsakmi Allohning mulki qanchalik o'zgarmaydi. Butun mulk kim uchun? Alloh uchun. Hattoki inson butunlay Allohga qarshi chiqqan taqdirdami Allohning murod doirasidan chiqib ketmaydi. Allohning mulkiga hech nima ziyon bo'lmaydi. İnson o'zining o'limi haqida, tug'ilishi haqida, belgilangan qadarlar haqida hech nimani qana qilolmaydi, o'zgartirmaydi. Koinot muqim, qonuniyatlar muqim, prinsiplar muqim, davom qilaveradi. Ko'pimizda Qur'oni Karimdagi boshqa oyatlar, masalan, sura Qafdagi sura 6-qapning 6-oyatdan 11-oyatigacha bizga hayotning umumiy nizomlarini tushuntirib, "Afalam yanzuru qaramamdu" deydi oyatda. "Ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Osmonga qaramamdu, osmonning qanday yaratganlik, qanday ziynatlash, masalan. "Wal arda madatnaha", zaminga qaramamdu, qanday shaklda ma shaklga keltirdik, masalan. Buningda qanday tog'larni bekitish orqali zaminni qanday turaqlashtirdik, har xil ziroat o'simliklarni zamindan qanday chiqardik, va nazzalna minas samai ma'an mubaraka, osmondan qanday olib suvni tushirish orqali har xil mevchi va ziroat bog'larni qanday chiqarib berdik degan shaklda hayotning qonuniyatini bir qur bizga qanday qiladi tushuntirib beryapti. Ya'ni bu demak shu demakki, sen bo'ysunsangmi hayot bu kadar devam qiladi. Bo'ysunmasangmi bu shaklda davom qiladi. Allohga hech bir nimasi yo'q, zarari yo'q. Hayot mushu shaklda mangadi. Masalan, mushu oyatda va alqayna fiha rawasiya ifodasi qo'llanilgan. Sura Nahlning 15-oyatida mushu ifodaning aynisi bor. Va alqafil ardi rawasiya an tamida bikum. Zaminning mudrab kelmaslik uchun tog'larni o'rnatdik. Mushu biz azroq to'xtaylik qarindoshlar. Etrafımızdaki bütün şeyler muqim qonuniyatlar bekitilgan bo'lg'achqa vaqtning o'tishiga ergishib turib bizda xuddi bu ishlarning hammasi mush shaklda davomlashadigan bir avtomatik o'rnatilgan bir ish o'xshaydi deb uning ustidagi Allohning qudratini unutib qoladigan bir ahvollarimiz bor. Alloh bu narsani uchun pat ancha-muncha yerlarni tavritib qo'ydi. Shuning bilan
biz sağan güzel binalarımız, imaretlerimizni közünü yumup açıkçılan yutudu. Yani normal hayatının üstünde bir bekitkichisi, kontrol qiluvchisining bağlılığını bizga eslatib qo'yadi. Ba'zi rayonlarda uzluksiz yağmur yağıdı. Her daim yap-yeşillik holati turadi. Yağmur yağıdı, o'simliklar chiqadi, kishilar foydalanadi. Bu boshqa bir ish. Qonuniyat, tabiatning qonuniyati. Buni Alloh aslatish uchun turib qurg'oqchilik qiladi. Ondan keyin bu ajab yağmur uzluksiz yağdı hayatı qurg'oqchilik qildi ya. Biz buni davomli deb o'ylagandik, deydigan bir tuyg'u bilan keynidagi kuchni qanday qilamiz izlaymiz. Bundan boshqa taqlar bayatni o'qigan oyatdagi shu. Zimin her daim bizning yashashimizga muvofiq bir shaklda muqim. Yani terrimeydi. Sağan imaretlerimiz hem nasi jim turdu. Taqlar var onunda. Qarasak turib taqlarning ichidan partlab chiqiblar. O tağның biz sirtdan kelgandek bir taq emas, uning ichidan bir harakat borligini bizga bildirib qo'ydi masalan. Yana taqlar partlaydi masalan. Demek mush ishlarning hammasi Alloh subhanahu va taolo pat insonga ma atrofida ko'rayotgan muqim qonuniyatning ustida mush qonuniyatni bekitkichisi bor. Agar xolisa qonuniyat bo'yicha mang'udi, xolisa bu qonuniyat buzilib, hayotning ritmi buziladi deganni bizga signal sifatida qanday qilish uchun uqtirib qo'yish uchun berayotgan alomatlar. Aqllisi o qadar aqlliq sanaydigan o'zini inson yeterlashni o'qimaydi. Mesela yeterlashdan oldin xabar beradiganlar shu net sekund oldida nerede ama insonga berilmagan bu aqlni eshak his qila oladi. Alloh eshak berganda bu aqlni. Demek mayatki agar sizlar inkor qilsanglar, yo'ldan chiqsanglar, butun osmon zimindagi narsalarning hammasi Alloh uchun, Alloh g'anidur, hamiddur deganning o'zi nima desa, bizga takror bir qatim Qulil haqqu min rabbikum haq. Allah haqni sizlarga bayon qilib berdi. Ailesiz, shaxsiy, jamiyat, davlat holatlaridagi butun ko'rsatmalarni deb berdi. Faman sha'a falyu'min xalqalloh mansun bu yo'l bo'yicha va man sha'a falyakfur xalqalloh o'zining inkori, o'zining azg'un yo'lidan mengayversin. Allohga hech qanday zarar yetmaydi. Ya'ni Allohning buyruqlarining hammasi Alloh o'zi uchun emas, inson uchun belgilanmalar deganni bizga uqtirib qo'yish uchun kelgan mazmunlar. Endi 132-oyatida hozir ketayotgan suraningki, yine ilgirki mazmun o'xshash mazmun takrorlanadi qarindoshlar. Oyat avval bir o'qay. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va kafa billahi vakila. Osmon zimindagi barcha narsalar Alloh uchun, Alloh vekil bo'lishga yetarli. Ma'nomda men yuqorqi oyatning farqi insonga nisbatan bergan bir xotirjamlik uchur deb o'ylayman. Nimadan ansiraysan? Kelgusingdan nimishqa ansiraysan? Hind bayatning gapimni takrorlashga ehtiyojim bor. Quyoshni sen bu shaklda o'zingga xizmat qildingmi? Quyosh Allohning buyrug'i bilan xizmat qiladi-ku, bu to'xtamaydi. Alloh xalqancha qicha. Havoni sen o'zingga bo'ysundingmi? Hava Allah'ın belgilegen boyunca sizlerin sana hizmet kılıdığı ki toxtab kalmaydı. Su mu şu, baş kısmı hemisi şu, hatırcan bol sen demekçi. Hatırcan bol. Yani sen üzerinin kelgüsünü başka yerden izleme. Fekefe billahi vekile dediğini Allah yeter onunla. Sen hatırcan yaşa bu hayatta. Fakat kılıç tegişlik bir işin var. Allah belgilegen bir işin var. Allah buyruğan bir buyruklar var, kanuniyetler var. Şunu icra qil, yetidi. Normalda biz bir meseleni taxamaydiganlar uchun bir meseleni deb baqay. Bira boshliq yoki bira amaldaga par berib Alloh saqlasin bunda harom ishlardan. Amiz boshliq bizga bir ishga kapolatlik qildi o amalda. Amiz sizning amaldan qilma xotirjam bo'l deb qolsa, inson bir insonning va'dasi uchun u qadar rahat bo'ladi bu ishim bitadi degan bir tuyg'u keladi. İnsanın vədisiga bu kadar ishonchi qo'yadi. Allah subhanahu va taolo bir iloh bo'lib sifati bilan beyanimda otib bilan sizlar va kafa billahi vakila. Allah yeter davatidir. Allah yetidi. İnsan nimadan ansiraydi? İnsan ansiramaslik kerak. Agar inson mush nuqtaga ishonalsa, kelgan besim qanchalik bo'lib ketsin.
o'zi musibat deb o'ylab olgan masalalar qanchalik buyuk bo'lib kelsin, asla va asla o'zining ustida Alloh borligini unutib qolmaydi. İşlerinden Allah'ın ilgili ekanligini unutib qolmaydi va buningdan rahatsizlanmaydi. Buningdan bak kelgusini endish qilib yo'ldan chiqib ketmaydi. Deyishinglar mumkin. Nima ish qanday qilmaymiz deb. Men nima uchun endish qilmang deyman. Degan vaqtida endishi odamni normal yo'ldan chiqardi. Normal xizmatni to'xtatadi. İnsanın kayfiyatini bozadi. İnsan normal yaşayamaydı. O'zining qilishga tegishli vazifalarini unutuydu. Hatta o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Buning uchun inson o'zining tangponligini saqlash kerakki, ustida Alloh va buning bilan xotirjam bo'lsin. Keyingi oyatda 133-oyatda Alloh masalaning yana bir tarafini tushuntiryapti. Bu oyatning bizga bergan ushur, mesaj yoki signal nima desa, ishonsang, iymon etsang, prinsip uyg'un shaklda yashasang, baxt sening, kelgusi sening. Ammo aksi taqdirda, ya'ni sen Məsələmni üzəm həll qılaman deb qalğan bir tunuşqa kelsang. Men üzəmning ishini, yo'lini üzəm tapman degan tunuşqa kelib qalsang, iyasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin va kana Allohu ala zalika qadir. Agar Alloh xolisa, sizlarni ey kishilar bu yerni akitib, ya'ni sizlarni yo'q qilib, boshqa insonni keltirdi. Alloh shuning hammasiga nima qodir. Bu Allah'a nispeten nima emas, qiyin emas. Chunki manda bir insonda tuyg'u bo'lib qoladi. Hayotni deb o'tdim ya. Har narsa bir izchil davomlashgan bir hayotda bir mazgil yashagandan keyin xuddi inson Allohning o'zini yaratganligiga ishonsimi, ammo navbatdagi hayoti Allohning kontrolligidan chiqib ketganday. Ya'ni Allohning qarzi olmagandek yoki inson Allah'ın buyrug'iga bo'ysunmasimi ketalaydigandek bir tuyg'u insonda bo'ladi. Buningga nisbatan da'vatidiki Alloh agar xolisligini ketkizib o'tib boshqa insonlarni keltirdi, Alloh shuning hammasiga tamoman qodirki, sizlar Allohning nufuzidan chiqib ketmanglar. Bu atgan ishlar Allohning irodasiz, bilimsiz bo'lmayotdi. Masala shuki, ibodatdagi oyatda oldingi oyat deyilganda sizlar Allohga qulluq qilinglar, Allohning o'zingizga vakil qilinglar va qilishga tegishli ishni qilinglar yetar. Degan shaklda bizga ma oyatda mazmunlarni berib keyingi oyatda Alloh bizning nima ish qilishimizning kerak ekanligini aytadi. Astag'fiz billah. Man kana yuridu thawaba dunya fa 'inda Allohi thawabud dunya wal akhirah va kana Allohu sami'an basira. Kimki dunyoninki mayda savob ifodasi qo'llanilgan, agar dunyoninki savobini deb tursak, balkim xatochilik qolmasa, dunyodan erishmoqchi bo'lgan narsasini iroda qilsa, Allohning qishida dunyo va oxiratning nimasi bor, savobi bor. Alloh hammani anglab to'g'ri, ko'rib to'g'ri. Endi bu oyatning yuqorqi oyati manda bir tushuncha kelib qolgan kallamizga. Alloh insondan nimani talab qiladi? Inson zodi nima ish qilish kerak? Ma oyat, hozir biz o'qigan 134-oyat bizning nima ish qilishimizning kerakligini gapiradi. Sura Shurada mushno'xshash bir oyat bor. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harfi. Kimki oxiratningki masalasini iroda qilsa, oxiratni iroda qilsa, biz uni ziyoda qilamiz. Kimki dunyoni iroda qilsa, uni birimiz, dunyodan birimiz. Uning oxiratning hech bir nimasi bo'lmaydi, nasibasi bo'lmaydi. Biz mushu hozir o'qiyotgan oyat Müslüm Nisadaki, Sura Shura'daki o'qigan oyatlarimizga qaragan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo insonga manda taklif sunmayapti. Oldingda ikki narsa bor. Birisi hayot, birisi oxirat. Ya bunu tanla, ya uni tanla demayapti qarindoshlar. Alloh da'vatidiki ikkilasini tanla. Sen hayotda tirishib ishla, biz sana dünya ahiretini birimiz da'vat qilamiz. Hozir oyat shu. Fa indallahi thawabud dunya vel ahireh. Hayotlikda tirishib ishlat, degan bo'yicha ish qil, buyruqqa bo'ysun, ta'limot bo'yicha ish qil, biz sana dunyo va oxiratni teng birimiz da'vat qilamiz. Ammo inson dal mushunaqda o'ziga zulm qilyapti. Alloh da'vat qildi-ki, hayotda tirishib ishlat, degan bo'yicha ishlat, dunyo oxiratni biray da'vat qildi. İnsan, yak men dünya qılam erişsem buldu davatıdı. İnsanın del meselesi müşahede. Sura Şura'daki ayet boyunca, eğer kim hayat mılan istese,
Dunyodan istep onun keyin istemese ilahi adalet şu ki onunla ahirette hiç nem berilmeydi. O istemegen adamga nemish qilib berilsin? Xolamagan adamga nemish qilib berilsin? Onun uchun tirishmagan adamga nemish qilib berilsin? Berilmaydi-da. Anınkin mesela ayet aydınlaştı qarindoshlar. Ayetning mazmuni aniq oldu. Bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Sizlarga deyishni to'g'ri topdim buni. Ayetda dünya ve ahiretlik meselelerge insanın erişidiğen mukaffatga savap ibareti kullanıldı. Arapçadaki savap, Uygurcadaki savap şu. Hem de savap degen sözünün asli lügat manası neymi o dese, insan kılgan ma'lum işinin karşılıkıda mukafat süptüdü birildiğen neyse savap. Bu yerden biz şundan ma'na alımız ki, ma noktaga asasen sen dünyada mı bir narsaga erişmekçi olsan, işleshing kerak. Ahirette bir narsaga erişmekçi olsangmı işleshing kerak. Dunyodagi saodatga erishmoqchi olsangmi ishlashing kerak. Oxiratdagi saodatni erishmoqchi olsangmi ishlashing kerak. Ya'ni ishlashing kerak deyapti. Mush nuqtaga kelgan vaqtda men bir narsani deyman. Musulmon bilan kofirning farqi shuki, musulmon dunyoda ishlasa, tirishsa va Allohni unutmasa, ishlagan ishlash jarayonida, hayotida Allah'ın ta'limotlarga uygun bir şekilde işlep Allah'ın razılıkını gözlese bir işnin işki mükafat oldu ki Allah dünyada mı beradi ve ahirette mi beradi. Ma Müslümanların işidigini. Ama Müslüman olmagan kafirci dese dünyada işlese, tirishsa Allah onunla işlegen tirishkin qarta dünyada beradi. Onun kalbide ne ahiret yok, ne Allah yok olğaçqa onun kalbide yok. Arzu qilmagan, istemagan, nishon qilmagan narsani Alloh unga bermaydi. Qonuniyat bu. Bu yerdan oladigan bir qonuniyatimiz bor. Dunyo hayotidagi ishlash va uning natijasi musulmon kofir demasdan o'rtaq hammaga am. Kim ishlasa natijaga erishadi, kim ishlamasa natijaga erishamaydi. Chunki Allah hayatta hem adamga birdigan o'xshash beradi. Taraqqiy qilgan davlatlarga tushgan quyosh nuri taraqqiy qilmagan davlatlarga o'xshash tushadi. Yoki taraqqiy qilmagan jamiyatlarga. Taraqqiy qilgan jamiyat u quyosh nuridan foydalanib energiyalarni o'ziga qana qiladi, topadi, oladi, foydalanadi ya'ni. Taraqqiy qilmagan davlatlar undan foydalanadi. Taraqqiy qilgan rayonlardagi havo bilan taraqqiy qilmagan rayonlardagi havo, shamol o'xshash. Ma insonlar ishlab, tirishib, o'qib, tadqiq qilib, u shamoldan foydalanib birmuncha o'ziga energiya olgan bo'lsa, Mavla uni behuda ketkizib o'tadi. Ya'ni insonga berilgan narsa tamoman o'xshash hayot imkoniyat. Faqatlam farq nima desanglar, tirishib, ishlab, natijasini ko'rish va tirishib ishlamay onu qana qilib o'tish, ketkizib o'tish. Hozir oson misol ko'p. Misol elishimning hech hojati yo'q. Chunki dunyoda taraqqiy qilgan millatlar, rayonlar bilan taraqqiy qilmagan millat rayonlarning farqi favqulodda cho'ng. Hech kim yo'q yerdan bir narsa paydo qilgan emas. Hammasi Alloh bergan imkoniyatdan foydalanayotgan insonlar. Ammo birisi tirishdi, o'qidi, tadqiq qildi, tajriba qillarni soldi, tajriba qildi, natijaga erishdi. Yani birisi de okumadi, tirishmadi, tadqiqotlarni qilmadi, natijasiz qoldi. Bunun da hiç Müslüman kafirning farqi yo'q. Müslüman bo'lsa-mu o'xshash, kafir bo'lsa-mu o'xshash, tamamen o'xshash. Dunyoning qonuniyati bu, kim ishlasa erishadi. Mal dunyoning qonuniyati. Endi Müslüman bilan kafirning bu jihatda mushna tursa, farq qilmasa, nima alohidlik bo'lsa, o'xshamaydigan bir tarafi. Agar Müslüman emas jamiyat yoki kishi yoki davlat şu tadqiqot ishlarida Allohning iroda qilmaganligi, din ta'limotlarini uyg'ulamaganligi, oxirat jannat degan narsani xayoliga keltirmaganligi uchun ular qilganning mukofotini, jazosini faqat ko'zlagan doirada ola oladi-ku, dunyoda oladi. Bu ilohiy adolat. Musulmon agar ashta tirishib qilgan ishlarida, izlanishlarida, tadqiqotlarida, o'qishlarida Allah'ını közləbdi, ahiretini közləbdi, cennetini közləbdi. Bu dünyada mı neticesini alğandan başqa, kıyamet günüsü mü ahiretin neticesini aldı. Müslüman bilen kafirinin farkı del bu yerdə.
Allah ilahi adalet bilan ikkilisga qig'inning mukofotini beradi. Allohni ko'zladi, jannatni ko'zladi, oxiratni ko'zladi. Uningga ba'di uni dunyoda berish bilan birga, birisi dunyodan ko'zladi, ko'zligini ba'di oxiratdan uningga hech nima tegmaydi. Bu yerdagi farq shu. Ya'ni oyatda, bugungi oyatda alohida bizning diqqatimizni tortgan nuqta savob ifodasi. Biz yuqorqi nuqtalarni shu yerdan oldikki, savob degan bir ishni qilib ve şunun karşılıkında erişidiğen neyse savab buludu. Müslüman özünün qığının savabını dünyada alıdı, ahirette mi alıdı? Kafir özünün qığının ecrini, mükafatını nimini közlügen bolsa şu da ayrıda dünyada alıdı ama ahirette bununla bulmaydı. Ayetinin en ahırda Allah subhanahu wa ta'ala ve kânallahu semi'an basir. Allah hemen anlap körep doğucu. İşte sütünü keltirdi Allah subhanahu wa ta'ala'nın. Birisi anlaş, yani köreş. Bunundan nimini alımız dese bizden iki iş talep kılınmadı. Birisi emel iş hareket ki Allah bunu körep iş hareketimizge qarta bizge mukafat urdu. Dünyalık için işlesek dünyalık biridi, ahiretlik için işlesek ahiretlik biridi. Bizden niyetimizge yarışa dünya ahirette hiç nimimizni kem kılmaydı. Eğer kılanmaydıgan noktada şu, ben kılanmadım, imkaniyetim yok. Bunda olup kalsa Allah bizden kılanmasan kılıdığallağa hehu dişini talep kılıdı. Yani eğiz de olsa mı? Mesela bunun yeni bir misali Sure Fecr'de kella bella tukrimunel yetim. Yetimlerini hürmet ikram kılmaysızlar. Bu imkaniyeti balağa qartılgan gap. Bunda vakitte iqtisadi yok, namarat kişiler köngüge keladi. Bayrağı işte namaratlarning halidan xabar olish, yetimlarning halidan xabar olish imkoniyati va buni qilmasa mashta jazoga uchraydi. Bizcha desa wala tahadduna ala ta'amil miskinki miskinlarga tamoq berishga qiziq turmaysizlar. İnsanning ustiga ishga vazifa shudir qarindoshlar. İmkoniyat bo'lsa qilish, imkoniyat bo'lmasa boshqalarni qilishga rag'batlantirish. Yeni bir misal alayım. Sure Tevbe'nin 91. ayetinde "Leysa ala'd-du'afa ve la ala'l-marda ve la ala'l-lezin la yeciduna ma yunfiquna haracun." Acizlarga, kesellerge ve haylaydigan, çıkım kılıdığan bir narsa tapamaganlarga harac yok dep bulup, ama bular qanday qiladi endi? Iqtisodi vali iqtisodini chiqirdi degan, kuch vali kuchni chiqirdi degan, aciz, kuch yo'q, iqtisod yo'qlik qanday qiladi desa, bularning ustiga tushadigan vazifa iza nasahu lillahi va rasulihi. Bular Allahning rasuliga samimiy sodiq qilib, mushning uchun boshqalarga nasihat qilsa. Ya'ni insonning ustiga ikki ish tushadi. Birisi qilish, yana birisi qilinmagan taqdirda boshqalarni qilishga undash, deyish, tashviq qilish. Allah subhanahu va taoloning ma oyatning oxiridagi Allah ko'rib turdi, anglag'uchidir ve köğücüdür degeni bizning ikki ishni talab qilayotgan bir ma'no qana qilishi mumkin, chiqishi mumkin qarindoshlar. Agar inson qalbini haqiqiy sog'lom bir holatga ekelsa, insonning qilinmaydigini yo'q. Ya'ni inson mutlaqo nijotlikqa erishadi. İmkoniyati bo'lmasa, bayatni deganimizda qilish orqali, ammo bu yerdagi muhim nuqta nima bo'lsa, qalbidagi ixlos. Qalbidagi ixlos bo'lmaganlik uchun haqiqatcha imkoniyati bo'lsa-mu, inson qilmayotdi. Qalbida ixlos bo'ladigan imkoniyat olsa imkoniyat bilan qiladi, imkoniyat olmasa so'z orqali qiladi. Bu shaklda inson o'zining ustiga tushgan vazifasini ado qilgan bo'ladi va mujnunga yarasha o'zining mukofotini oladi. Oyat bizga mushu darslarni qana qilyotdi, beryotdi. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan biz bugun bu yerda darsimizni to'xtatamiz. Kelasi oylik darsda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.